Farg'ona viloyati hozir eng oldi viloyatlardan bittasi O'zbekistonimizda. Chempionlar chiqaradigan viloyat. Shuning uchun chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa bunaqa yig'ilishimiz, bunaqa bahonamiz ko'p bo'lsin. Har birlaringizni 80 ga, 90 ga, 100 ga kirgan yillaringizni o'tkazish nasib etsin. Mana shu Ahadboy akam ham sog' bo'lsin. Shunaqa ishlarni ko'proq qiladigan insonlarimiz sog' bo'lsin. Sizlarga ham sog'lik, salomatlik. Hammalaringizga rahmat aytaman, sog' bo'linglar. Rahmat. O'qitishgan kuningizga. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Shu yerga tashrif buyurgan mehmonlar, ustozlar. Avvalambor shuni aytmoqchi edimki, To'lqinjon hamma narsani aytib bo'ldi. Bitta juda ham iliq so'zlar bo'ldi. Ustozlarga, Ahad aka sizga katta rahmat. Nimaga? Shuncha odamni yig'ib bir joyga boshini bitta qilish bu oson narsa emas. Chunki hammaning o'zini ishi bor, tirikchiligi bor. Lekin Ahad akam bugun qilgan ishlarni biz ertalabdan beri To'lqinjon yo'qdi mana Mirshohid aylanib ko'rib chiqdik. Men to'g'risi bir anaqa qilishmas, qoyil qoldim, o'zim uchun qoyil qoldim. Shuncha narsani qilib, yana shu narsani uyushtirish bu juda ham katta narsa deb o'ylayman. Sizni qo'shayotgan hissalaringiz boksga Xudo xolasa o'sha bolalaringizdan ko'ring. Alloh o'zi bir berganingizga ming bersin. Yana bu yerda mana ustozlarimiz, bular nafaqat ustoz, bular legenda. O'zbekiston legendasi. Farg'ona emas, O'zbekiston legendasi. O'tib ketgan mana ustozlarimizdan Bo'tayev juda ham biz yoshligimizda ko'rsak qochib ketardik ularni. Mana hozir Qo'ldasham akam shu tog'larga yurib bizga juda ham ko'p narsani o'rgatganlar. Alloh rozi bo'lsin. Bu yerda mana ustozlarimizdan Odil akam o'tiribdilar, juda ham ko'p shogirdlar chiqargan. Mana ko'ryapman bu yerda afganistlar yuribdi. Birinchi o'chiribdi, shularga ham rahmat demoqchiman. Nimaga? Yurtimiz tinch. Qaranglar, qancha odamlar mazza qilib yeb ichib o'tiribdi. Bizning oilalarimiz, qarindoshlarimiz uyida mazza qilib tinch o'tiribdi hammasi. Urushni ko'rganlar biladi. Ular bitta nonga zor bo'lyapti. Bizda shu to'qchilik, shu narsani biz qadriga yetishimiz kerak. Shu narsani bilishimiz kerak. Ming boyliging, ming bir narsang bo'lsin, lekin uyingda tinchlik bo'lmasa, ovqating bo'lmasa, hamma narsani berib yuborasan. O'shaning uchun yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz tinch bo'lsinlar. Hammanglarga omad. Nafaqat Farg'onada, har bitta mana shu o'tirgan oilaning uyidan, O'zbekistondan qaysi turdan bo'lsa ham Olimpiada chempionlari chiqsin. Rahmat, O'ramjon, rahmat. Ustozlar, sizlarga ham tashakkur. Endi ruxsatlaringiz bilan, ishtiroklaringiz bilan bir qator xodimlarni, ustozlarni o'zlaringizdan taqdirlab bersalaringiz, esdalik sovg'alari bilan, shu bois ularni marhamat qilib davraga taklif qilishga, chorlashga ijozat berasizlar. Rustamov Ismoiljon ustoz